Agar hozir eshigingizni qattiq taqillatishsa, militsiya oching, bo'lmasa buzib kiramiz deyishsa, siz nima qilasiz? Eshikni ochasizmi? Qarshilik qilasizmi? Telefonga olasizmi? Advokat chaqirasizmi? Bu ma'lumot O'zbekistonda yashayotgan Bo'rinbekish yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan har bir inson uchun juda muhim. Chunki bunday holat faqat jinoyatchilar bilan bo'lmaydi. Adashilgan manzil, qo'shnining arzasi, qarindoshning ishi, qarzdorlik. Oilaviy mojaro, tintuv, profilaktik tekshiruv yoki tezkor tadbir sababli oddiy odamning ham eshigi taqillashi mumkin. Men bugun sizga sodda tilda tushuntiraman. Ichki ishlar xodimi qachon uyga kirishi mumkin? Eshikni buzish qonunimi yoki yo'qmi? Siz o'zingizni qanday himoya qilasiz? Nimalarni yozib olasiz? Qayerga shikoyat qilasiz? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta noto'g'ri harakat keyin sizga qarshilik ko'rsatdi. Dalilni yashirdi. Protokolga imzo chekdi degan muammo bo'lib qaytishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu mavzu har bir xonadon xavfsizligiga tegishli. Avvallar odamlar militsiya keldi desa, ko'pincha qo'rqib qolardi. Hujjat so'rashga, sababini bilishga, videoga olishga, advokat chaqirishga jur'at qilmasdi. Ko'pchilik davlat organi keldimi, demak hammasiga haqli deb o'ylardi. Aslida bunday emas. Uy-joy daxlsizligi degan juda muhim huquq bor. Ya'ni sizning uyingiz, xonadoningiz, hovlingiz, yashash joyingiz shunchaki istalgan paytda kirib tekshiriladigan joy emas. Davlat organi ham qonunda ko'rsatilgan asos bo'lsa kiradi. Bo'lmasa kira olmaydi. Hozir nima o'zgardi? Birinchidan, odamlar huquqiy savodliroq bo'lib boryapti. Ikkinchidan, telefon bor, video bor, audio bor, ijtimoiy tarmoqlar bor. Uchinchidan, ichki ishlar organlari, prokuratura, sud, ombudsman, virtual qabulxonalar orqali shikoyat qilish imkoniyati ancha kengaydi. To'rtinchidan, xodimlarning harakati ham protsessual hujjatlar bilan rasmiylashtirilishi kerak. Ya'ni men xohladim, kirdim degan yondashuv qonuniy emas. Ammo shuni ham ochiq aytaman. Ayrim vaziyatlarda xodimlar eshikni buzib kirishi mumkin. Masalan, ichkarida odam hayoti xavf ostida bo'lsa, jinoyat sodir etilayotgan bo'lsa, qidiruvdagi shaxs yashiringan bo'lsa, dalillar yo'q qilinishi aniq xavfi bo'lsa yoki qonuniy tintuv qarori bo'lsa. Shuning uchun asosiy masala ular nima sabab bilan keldi va bu sabab hujjat bilan tasdiqlanganmi? Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim vahimaga tushmasligi kerak? Men birinchi navbatda bitta qo'ydan aytaman. Eshik o'rtada ichki ishlar xodimi turibdi degani. Siz darhol hamma narsaga rozi bo'lishingiz kerak degani emas. Lekin bu siz janjal qilishingiz, eshikni tirab turishingiz, xodimni haqorat qilishingiz yoki kuch ishlatishingiz mumkin degani ham emas. Eng to'g'ri yo'l tinch, huquqiy, aniq va hujjatli harakat qilish. Uyga kirishning eng oddiy varianti sizning roziligingiz. Masalan, profilaktika inspektori kelib, qo'shnilar shovqin bo'yicha murojaat qildi, gaplashib olsak dedi. Siz eshikni ochib, yo'lakda gaplashishingiz mumkin. Uyga taklif qilishingiz shart emas. Kechirasiz. Suhbatni eshik oldida yoki hovlida davom ettiramiz. Uyga kirish uchun qanday asos bor deb so'rashga haqlisiz. Agar ular shunchaki suhbat uchun kelgan bo'lsa, sizni majburan uyga kirib tekshirishga haqli emas. Ikkinchi vaziyat tintuv. Tintuv bu oddiy qarab chiqish emas. Tintuvda uyda jinoyatga aloqador buyum, hujjat, pul, telefon, qurol, giyohvandlik vositasi yoki boshqa dalil qidirilishi mumkin. Buning uchun odatda rasmiy qaror bo'lishi kerak. Qarorda kimning ishi bo'yicha qaysi manzilda nima sababdan kim tomonidan tintuv o'tkazilishi ko'rsatiladi. Siz xodimdan hujjatni ko'rsatishni so'raysiz. Faqat bizda buyruq bor degani yetarli emas. Qog'oz bormi? Unda sizning manzilingiz to'g'rimi? Sana bugungimi? Imzo va muhr bormi? Kim ruxsat bergan? Shularni tekshirasiz. Masalan, Toshkentda yashovchi 35 yoshli fuqaroning ukasi firibgarlik ishi bo'yicha gumon qilinadi. Ukasi bir oy oldin uning uyida 2 kun turgan. Tergovchi shu manzilda notebook va hujjatlar bo'lishi mumkin deb tintuvga keladi. Bu holatda xonadon egasi jinoyatchi bo'lmasligi mumkin, lekin uning uyida ishga aloqador buyum qidirilishi mumkin. Demak, u vahimaga tushishligi kerak, lekin tintuv protsedurasini qat'iy nazorat qilish kerak. Xolislar bormi? Protokol tuzilyaptimi? Olinayotgan narsalar ro'yxatga kiritilyaptimi? Qaysi telefon, qaysi notebook, qaysi seriya raqam bilan olinmoqda, hammasi yozilishi kerak. Uchinchi vaziyat shoshilinch holat. Masalan, qo'shnilar militsiyaga qo'ng'iroq qilib, ichkaridan ayolning yordam bering degan ovozi eshitilayotganini aytdi.
yoki xonadonda gaz hidi bor, ichkarida bola qolgan, yong'in xavfi bor, yoki xodimlar jinoyat sodir qilib qochgan shaxs aynan shu uyga kirib ketganini ko'rdi. Bunday paytda xodimlar uzoq hujjat kutib turmasligi mumkin. Chunki har bir daqiqa odam hayoti yoki dalil uchun muhim. Lekin keyin baribir ularning harakati rasmiylashtirilishi, nima sababdan eshik buzilgani, kimlar kirgani, nimalar ko'rilgani yozilishi kerak. 4-vaziyat adashilgan manzil. Bu amaliyotda ko'p uchraydi. Masalan, qaror 24 uy Bo'linbakish xonadonga tegishli. Xodimlar esa shoshilishda 24 uy Bo'linbakish xonadonga kelib qoladi. Yoki eski ro'yxatda odam shu manzilda ko'rsatilgan, lekin u 3 yil oldin ko'chib ketgan. Bunday paytda sizning eng katta himoyangiz hujjatni diqqat bilan o'qish. Manzil bitta harfgacha to'g'ri bo'lishi kerak. Bu bizniki emas, qarorda boshqa manzil yozilgan. Iltimos holatni videoga qayd etamiz va navbatchi qismga qo'ng'iroq qilamiz deb tinch aytasiz. Kim ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, uyda ijarachilar yashaydiganlar. Siz ijarachining kimlar bilan yurishini, uyga nima olib kelishini bilmasligingiz mumkin. Shuning uchun ijara shartnomasini rasmiy qiling. Pasport nusxasini oling. Yashovchilar ro'yxatini bilib turing. Ikkinchidan, qarindoshi yoki tanishi tergovda yurganlar. Uchinchidan, uyda boshqa odamlarning hujjati, plastik kartasi, texnikasi, katta miqdorda naqd puli saqlanadiganlar. To'rtinchidan, oilaviy nizolar bo'lgan xonadonlar, zo'ravonlik, aliment, bolani olib ketish, shovqin, qo'shni bilan janjal sababli xodimlar kelishi mumkin. Kim vahimaga tushmasligi kerak. Agar sizda noqonuniy narsa bo'lmasa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, xodimlarga xotirjam, madaniyatli va qonuniy munosabat qilsangiz, o'zingizni himoya qilish imkoniyatingiz yuqori bo'ladi. Eng katta tuzoq, ochmasangiz aybingiz bor ekan degan psixologik bosim. Yo'q, eshikni darhol ochmaslik avtomatik aybni anglatmaydi. Siz ichkaridan turib, iltimos, o'zingizni tanishtiring, guvohnomangizni kamera oldiga ko'rsating. Qaysi bo'limdan keldingiz, kelish sababina hujjat bormi deb so'rashingiz mumkin. Lekin bu savollarni haqorat ohangida emas, tinch ohangda berasiz. Ikkinchi tuzoq videoga olma deyishlari. Umumiy qoida bo'yicha siz o'z uyingizda va o'zingiz bilan bog'liq davlat organi harakatini qayd etishga intilishingiz mumkin. Albatta, tergov siri, shaxsiy hayot, maxfiy ma'lumot, voyaga yetmaganlar yoki maxsus operatsiya kabi cheklovlar bo'lishi mumkin. Lekin telefonni butunlay tortib olish yoki olma bo'lmasa yomon bo'ladi deb qo'rqitish uchun ham asos kerak. Men tavsiya qilaman. Videoni janjal uchun emas, dalil uchun oling. Men jarayonni o'z xavfsizligim va protsessual tartib saqlanishi uchun yozib olyapman deb ayting. 3-tuzoq, bo'sh qog'ozga yoki o'qimasdan protokolga imzo qo'yish. Hech qachon bo'sh varaqqa imzo qo'ymang. Protokolni o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar protokolda noto'g'ri yozilgan bo'lsa, e'tirozim bor deb yozing. Masalan, tintuvda 3 ta telefon olingan. Protokolda telefonlar deb umumiy yozilgan. Bu noto'g'ri. Har bir telefon modeli, rangi, e-mail raqami, sim karta raqami imkon qadar aniq yozilishi kerak. Aks holda keyin qaysi telefon olingan, ichida nima bor edi degan bahs boshlanadi. 4-nozik jihat, eshik buzilganda zarar masalasi. Agar eshik qonuniy asosda shoshilinch zarurat bilan buzilgan bo'lsa, keyin zarar masalasini alohida ko'rib chiqish mumkin. Agar eshik noqonuniy buzilgan, manzil adashilgan, hujjat bo'lmagan, zarurat bo'lmagan bo'lsa, siz zararni qoplashni talab qilishingiz mumkin. Buning uchun darhol foto, video qiling. Eshik, qulf, rom, pol, davor, buzilgan mebel, yo'qolgan buyumlar. Usta chaqirsangiz, chek yoki tilxat oling. Narxlarni yozib boring. Eshik 2 million so'm, qulf 3 ming so'm, usta 300 ming so'm kabi aniq hisob bo'lishi kerak. 5-jihat xolislar. Ko'p protsessual harakatlarda xolislar yoki boshqa nazorat mexanizmlari bo'lishi kerak. Xolis degani xodimning sherigi emas, holatni kuzatuvchi mustaqil shaxs. Agar xolislar faqat imzo uchun oxirida chaqirilgan bo'lsa, buni protokolga yozing. Xolislar tintuv boshidan emas, falon vaqtda keldi. Bu juda muhim, chunki keyin dalilning qonuniyligi muhokama qilinadi. 6-jihat, advokat. Ko'pchilik advokat faqat ushlangan odamga kerak deb o'ylaydi. Aslida uyda tintuv bo'layotgan shaxs ham advokat chaqirishga harakat qilishi mumkin. Xodimlar har doim advokat kelguncha kutishga majbur bo'ladi deb kafolat bermayman, ayniqsa shoshilinch vaziyatda. Lekin siz advokatga qo'ng'iroq qilganingiz, uning kelayotganini aytganingiz, protokolga advokat chaqirildi deb kiritganingiz sizning himoyangizni kuchaytiradi.
Yettinchi jihat qarshilik ko'rsatish. Men buni juda aniq aytaman. Jismoniy qarshilik qilmang. Eshikni ichkaridan stul bilan tirash, xodimni itarish, kiyimidan tortish, haqorat qilish, ustiga suv sepish, telefonini urib tushirish. Bularning hammasi sizga qarshi ishlashi mumkin. Hatto xodim nohaq bo'lsa ham, siz keyin qonuniy yo'l bilan shikoyat qilasiz. O'sha paytda esa xavfsizlik video, guvoh hujjat, protokol mana shu yo'l bilan himoyalanasiz. Birinchi qadam, o'zingizni qo'lga oling. 10 soniya chuqur nafas oling. Uyda bolalar, keksalar bo'lsa, ularni xavfsiz xonaga o'tkazing. Gaz, plita, elektr asboblari yoqilgan bo'lsa o'chiring. Telefoningizni zaryadga ulang yoki power bank oling. Yaqin insoningizga bitta xabar yuboring. Uyga ayib xodimlari keldi. Video olyapman, manzil falon. Ikkinchi qadam, eshikni ochmasdan gaplashing. Kim? Qaysi bo'lim? Familiyangiz, guvohnomangizni ko'rsating. Kelish sababi nima? Hujjat bormi deb so'rang. Agar domofon yoki ko'cha bo'lsa, guvohnomani ko'rsatishni so'rang. Guvohnomadagi ism, familiya, lavozim, bo'limni ovoz chiqarib takrorlang. Video yozib tursin. Uchinchi qadam, militiyaga qo'ng'iroq qiling. Mening manzilimga o'zini ichki ishlar xodimi deb tanishtirgan shaxslar keldi. Guvohnoma ko'rsatmoqda, men ularning haqiqiyligini tekshirmoqchiman deng. Bu ayniqsa kechasi. Fuqarolik kiyimida kelishsa juda muhim. Soxta militsiya holatlari ham bo'lishi mumkin. Hech qachon faqat forma yoki qo'rqinchli gapga ishonmang. 4-qadam, hujjatni ko'ring. Agar tintuv olib qo'yish, majburiy kirish haqida gap ketayotgan bo'lsa, qarorni ko'rsat so'rang. Manzil sana, ism, ish raqami, mansabdor shaxs, ruxsat bergan organ, maqsad hammasini tekshiring. Agar ruxsat qog'ozini bermasdan keyin ko'rasiz, desa siz men qarorni ko'rmasdan uyga kirishga rozilik bermayman. Iltimos bu gapimni videoga va protokolga qayd eting deb ayting. 5-qadam, agar ular baribir kirishni aytsa, to'sqinlik qilmang, lekin e'tirozingizni qayd eting. Men jismoniy qarshilik ko'rsatmayman, lekin hujjat ko'rsatilmaganiga e'tiroz bildiraman degan jumla juda muhim. Bu jumla sizni qarshilik ko'rsatdi degan ayblovdan uzoqlashtiradi va keyingi shikoyat uchun asos yaratadi. 6-qadam, jarayonni boshidan oxirigacha kuzating. Xodimlar qaysi xonaga kirdi, kim qaysi shkafni ochdi, nimalarni oldi, hammasini ko'rib turing. Agar imkon bo'lsa, har bir xonada bitta oila a'zosi kuzatsin. Lekin xodimning qo'liga tegmang, buyumlarni tortib olmang. Faqat og'zaki ayting. Iltimos bu buyumni protokolga aniq yozing. 7-qadam, protokol va ro'yxat. Olingan har bir narsa alohida yozilsin. Biridona g'ora rangli Samsung telefon, IMEI raqami falon ekranida yo'riq bor. Ichida falon raqamli sim karta bor. Biridona HP notebook, seriya raqami falon zaryadlagichi bilan. Naqd pul 10.500 ming so'm kupyuralar sanaldi. Agar pul sanalmagan bo'lsa, pul ko'z oldimda sanalmadi deb yozing. Agar zargarlik buyumi olingan bo'lsa, og'irligi, ko'rinishi, qutisi bor yo'qligi yozilsin. 8-qadam. Imzo qo'yishdan oldin e'tirozlaringizni yozing. Masalan, qaror nusxasi menga berilmadi. Advokat chaqirishga ruxsat so'radim. Xolislar tintuv boshlangandan 20 daqiqa keyin keldi. Eshik buzildi, zarar bor. Olingan buyumlar to'liq tavsiflanmadi. Agar joy yetmasa, alohida varaqda e'tiroz ilova qilindi deb yozing. Nusxa olishni talab qiling. Protokol nusxasi, qaror nusxasi olib qo'yilgan buyumlar ro'yxati sizda bo'lishi kerak. 9-qadam. Keyingi 24 soat ichida hujjatlarni tartibga soling. Video fayllarni o'chirmang, bir nechta joyga saqlang. Telefon, fleshka, bulut ishonchli odamga yuborish. Foto qiling. Guvohlarning ism, familiyasi va telefonini yozib oling. Agar qo'shnilar ko'rgan bo'lsa, ulardan keyin yozma tushuntirish olish mumkin. Zarar bo'lsa, smeta va chek yig'ing. 10-qadam, shikoyat yo'li. Agar siz kirish noqonuniy bo'lgan, eshik asossiz buzilgan, buyumlar noto'g'ri olingan, haqorat yoki kuch ishlatilgan deb hisoblasangiz, bir nechta yo'nalishda murojaat qilasiz. Birinchisi, tuman yoki shahar prokuraturasiga shikoyat. Prokuratura tergov va tezkor harakatlarning qonuniyligini tekshirishi mumkin. Ikkinchisi, ichki ishlar organlarining yuqori turuvchi boshqarmasiga, masalan, tuman IIB ustidan viloyat IIB yoki IIVga. Uchinchisi, sudga. Agar protsessual harakat yoki mansabdor shaxs harakati ustidan shikoyat qilish zarur bo'lsa. 4-si, ombudsman yoki virtual qabulxonalar orqali murojaat. Shikoyatda hissiyot emas, faqat yozing. Sana, vaqt, manzil, xodimlar ism, familiyasi, guvohlar qanday hujjat ko'rsatildi yoki ko'rsatilmadi.
nima buzildi, nima olib ketildi, qanday talab qo'yapsiz. Shikoyat matni taxminan shunday bo'lishi mumkin. Men falonchi, falon manzilda yashayman. Falon sana soat falonda o'zini falon bo'lim xodimi deb tanishtirgan shaxslar xonadonimga kirishdi. Kirish vaqtida menga qaror nusxasi taqdim etilmadi yoki taqdim etilgan qarorda manzil noto'g'ri ko'rsatilgan edi. Eshik qulfi buzildi. Qiymati taxminan falon so'm zarar yetdi. Jarayon video yozuvga olingan. Holatni qonuniy tekshirib, aybdor shaxslarga chora ko'rishni, yetkazilgan zararni qoplash masalasini hal etishni, olib qo'yilgan buyumlar bo'yicha qonuniy qaror qabul qilishni so'rayman. Shikoyatga foto, video haqida ma'lumot, protokol nusxasi, chek, guvohlar ro'yxatini ilova qilasiz. Yana bir muhim maslahat. Uyda doim asosiy hujjatlarning nusxasi bo'lsin. Pasport yoki ID karta, uy hujjatlari, ijara shartnomasi, texnika cheklari, qimmat buyumlar suratlari, pul kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, uyda 1 million so'm naqd pul saqlasangiz va tintuvda bu pul topilsa, bu mening pulim deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Oldi-sotdi shartnomasi, bankdan yechib olingan chek, qarz shartnomasi bo'lsa, himoyangiz kuchliroq bo'ladi. Agar uyda ijarachi bo'lsa, ijara shartnomasini rasmiylashtiring. Agar ijarachi jinoyatga aralashib qolsa, siz men bilmasdim deyishingiz mumkin. Lekin uy egasi sifatida, kamida kim yashayotganini bilganingizni ko'rsatishingiz kerak. Agar farzandingiz yoki qarindoshingiz shubhali odamlar bilan yurayotgan bo'lsa, uyga begona sumka, paket, texnika olib kelishiga befarq bo'lmang. Menga aloqasi yo'q deyish amalda har doim ham yetarli bo'lmaydi. Chunki dalil sizning xonadoningizdan topilgan bo'ladi. Demak, eshigingizni ichki ishlar xodimlari taqillatsa, eng muhim 5 qoida bor. Tinchlanasiz. Shaxsini va hujjatini tekshirasiz, jarayonni qayd etasiz, jismoniy qarshilik qilmaysiz, protokol va shikoyat orqali o'zingizni himoya qilasiz. Uy-joy daxlsizligi sizning huquqingiz. Lekin shoshilinch va qonuniy asoslar bo'lsa, xodimlar kirishi mumkin. Farqni aynan hujjat, asos, protsedura va dalillar aniqlaydi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Izohlarda yozing. Sizda yoki tanishlaringizda shunday holat bo'lganmi? Xodimlar hujjat ko'rsatganmi? Protokol berganmi? Men izohlarni o'qib, keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Huquqingizni biling, xotirjam bo'ling va har bir vaziyatda qonuniy yo'l bilan harakat qiling.